Orxun Torbetining qurg'uvchisi Tursunjan Hezim qaytadan muddatsiz kesib etilgan. Uyg'ur jamiyatida tonilgan Orxun Torbetining sahibi, tarixchi Tursunjan Hezim 2009-yili 5-iyul voqeasidan keyin 7 yillik kesilib jazo muddatini tugatgan edi. Lekin ma'lum bo'lishicha, u 2022-yili qaytadan muddatsiz qamoqqa hukm qilingan. Tursunjan Hezim 1996-yili Xinjiang universitetining tarix fakultetini bitirib, Aqsu viloyatlik 1-o'rta maktabda o'qituvchilik qilgan. Aytilishicha, u tarixdan iborat bu sohaning sezgur temalari ustida ko'p izlangan hamda izlanganlarni jamoat so'rovlarida o'rtoqlashgan. Tursunjan Hezim o'qituvchi bo'lgan vaqtida doirlarning gumonini qo'zg'ab, dars munbirdan yiroqlashtirilib, o'quvchilar yatqini qo'g'dash xizmatiga qo'yilgan. U shu mezgilda tarix ilmini asos qilgan mo'l mazmunli Orxun Torbetini qurib chiqqan. 2005-yili qurilgan bu torbatda Uyg'ur tarixiga oid ko'plagan kitob materiallar arxivlashtirilgan, tarjimalar, muhokamalar va munozirlarga keng o'rin berilgan. Torbatning mo'l mazmuni va mushtarilarning ko'p bo'lishi 2009-yildagi Uyg'ur torbatchiligiga zarba berish to'lqinida torbatning taqilishi va Tursunjan Hezimning 7 yillik kesilishiga sabab bo'lgan. Tursunjanning muajiratdagi do'stlaridan birining aytishicha, u jazo muddati to'shib qo'yib berilgan bo'lsa-mu, ammo 2022-yili qaytadan qo'lga ilinib, muddatsiz kesib etilgan. Aqsu shaharlik 1-o'rta maktabning qo'g'dash bo'limidagi bir xodim Tursunjan Hezimning muddatsiz kesib etilganligini dalillab, uning navbatda Urumchidagi 3-turmada ishganligini aytdi. Tursunjan Hezim G'ollarning umumiy tarixi nomli kitobni tarjima qilgan va bir qism maqolalarni yozgan.